ayol keyin yovuzlashadi, agressiv bo'ladi, shallaqi bo'ladi. Nega ba'zi onalar, kelinlar asabiy, ba'zilari esa xotirjam? Kelinglar shu savolni ko'rib chiqamiz. Siz o'ylasangiz kerak, kech-kech 24/7 itdek ishlaganidan, xizmat qilganidan yo'q. Odam ish qilib charchamaydi. Odam mehrsizlikdan, qo'llab-quvvatlash bo'lmaganidan, tushunilmaganidan va eshitilmaganidan charchaydi. Kelinlar shunchaki shartsiz hamma xizmatni qilaverishadi, lekin evaziga qo'llab-quvvatlash, podдержка, turmush o'rtog'i tarafidan mehr-e'tibor olmaganidan keyin aksariyat holatlarda nima bo'ladi? San aybdorsan, san kasal qilding, san yaxshi qaramayapsan, san telefon berib qo'yapsan, san yaxshi ona emassan, san yaxshi kelin emassan, san noto'g'ri qilyapsan, san yaxshi ayol emassan kabi ayblovlar besqancha bo'lgandan keyin u ayolni hamma ehtiyojlari bostiriladi. U shunchaki xizmat qilib отдача qilyapti, взамен u o'ziga hech nima olmayapti. Mana shu joyda разочарование bo'ladi va o'zini qadriga achinish, o'ziga kuyish hissi bo'ladi. Mana shu nuqtada, nozik nuqtada ayol keyin yovuzlashadi, agressiv bo'ladi, shallaqi bo'ladi, bolalarini jazolashni boshlaydi. Chunki uni kuchi faqat o'zini bolalariga yetadi. Turmush o'rtog'iga o'chiring ovozingizni. Siz menga поддержка qilyapsizmi? Siz menga qachon rahmat dedingiz deya olmaydi. Qaynonasiga oyijon, men shuncha xizmat qilyapman, menga shirin gaplar gapiring, meni erkalang deb ayta olmaydi. Hammasini bostiradi. Farzandlariga faqat erkalik qilsa, injiqlik qilsa o'chir deb qichqirib, baqirib jismoniy jazo qo'lga oladi. Uni vatilab qilmaydi. Shunchaki yillar davomida bostiriladi va bu shunchaki shu qichqiriqlar bilan chiqadi. Bu qichqiriq aslida u ayolga eshitilish, mehrga bo'lgan ehtiyoj qichqiriq ovozidir. Shunchaki bu ayolga mehr-e'tiborni, podдержкani har kuni ko'paytirsak, boringizga shukur, baraka toping, yaxshiyam borsiz gaplarini ko'paytirsak, nima bo'ladi? U ayol sizga juda ham ko'p xizmat qiladi va asabiyligi ham pasayadi.